Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Ushbu darsimizda sizlar bilan pozitsion savdo va risk boshqaruvi haqida gaplashib o'tamiz. Pozitsion savdo o'zi bu nima? Pozitsion savdo deb turib, depozitingizni mablag'larni to'g'ri taqsimlashga aytiladi. Ya'ni ko'pchilik insonlar depozitida aytaylik 2000-5000 dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, shu atrofida bitta dona aksiya olishga harakat qilishadi. Bir dona aksiyaga butun bir portfelni riskka qo'yib qo'yishadi. Ya'ni mabodo u kompaniya haqida yomon yangilik chiqadigan bo'lsa, kompaniyaning aksiyasi 30-40% oqib ketishining evaziga portfellarining 800 dollar, 1000 dollar qiymatlaridagi hajmlarini yo'qotib qo'yishadi. O'sha holatlarda pozitsion savdo qilgan insonlar bu kabi risklarni oldini olish maqsadida o'zining portfelini eng kamida 10 ta aksiyaga bo'lishadi. Masalan, men hozirgi paytda Pro firma bilan ishlayotgan bo'lsam, 100 ming dollarlik shortda ham faqatgina 10 ming dollardan 10 ta aksiya olaman va o'sha 10 ta aksiyaga bir xil mablag'da pullarimni ajrataman va o'rtacha har biridan 2%, 3% dan daromad ko'radigan bo'lsam, kuniga 3000 dollar atrofida sof foyda bilan chiqib ketmoqdaman. Ya'ni bunga qanday erishganman? Bunda ikkita uslub bor. Birinchi uslub standart metod hisoblanadi. Ikkinchi uslub esa optimizatsion metod hisoblanadi. Standart metod deb turib, agar mablag'laringizni barchasini 100% deb oladigan bo'lsak, uni 10% dan 10 ta aksiyaga bo'ladigan bo'lsangiz, bu teng taqsimlash bo'lib turib standart metod deyiladi. Optimized metod deb turib esa optimizatsion metod deb turib, o'sha 10 ta aksiyangiz orasida eng ko'p o'sadigan qaysi biriga ishonsangiz, ushbu aksiyalarga ko'proq protsent berib, ya'ni boshidagi 3 ta aksiyaga 15% dan, qolgan 3 ta aksiyaga aytaylik 12% dan va qolgan 3 ta aksiyaga 7% dan berib turib, oxirgi aksiyangizga qancha protsent qolsa, agar shu protsentlarda 2% 3% bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu optimizatsion metod deyiladi. Ya'ni siz eng ko'p ishongan aksiyalar ko'proq daromad berishiga, kamroq ishongan aksiyalaringiz, ya'ni 10 ta aksiyadan baribir bo'ladi-yu, qaysidir kamroq risk qilib turib, haqiqatan ham yurmagan holatda kamroq risk olishingiz bu optimizatsion metod deyiladi. Keyin men sizlarga bitta misol sifatida sun'iy intellekt orqali qanday qilib standart metodda aksiyani tuzishni o'rgataman. Buning uchun bizga birinchi o'rinda eslab qo'yinglar, Gemini AI degan tizim kerak bo'ladi. Mana Gemini AI degan tizim, bu sun'iy intellekt Gemini AI. Chatga kiramiz va finviz.com skrinini ochamiz. Masalan, mana bu yerdagi menga 10 ta aksiya kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, mana bu yerdagi 10 ta aksiyani olaman. 10 ta aksiyaga aytaman. Ya'ni mana shu aksiyalar davomida menga 10% dan 10 ta aksiyaga portfel tuzib ber deyman. Buning uchun mana kopировать qilib turib, вставить qilaman bu yerga, ya'ni joylayman, yozaman. Afg'on bo'ldi. Ya'ni bu savolni beryapmanki, mana 10 ming dollar investitsiya bor va har bir aksiyaga quyidagi aksiyalardan 10% dan bo'lib chiqqan va qancha aksiya olishimni ham ko'rsatib ber dedim. Ko'rib turganlar, qadrli ishtirokchilar, 10 ta aksiyani saralab oldi mana bu spiskadan va narxini yozib turib, mana shuncha protsentdan kirishing kerak. Hozir 0.84 bo'lsa, 119 ta aksiya oladigan bo'lsang, hozir paytda 10% dan kiritiladi deb turib, mana menga ro'yxatini berdi va buni men bemalol eksport sheetga o'tkazib olsam bo'ladi. Ya'ni qadrli ishtirokchilar, ko'rib turganingizdek, 1000 dollardan adashmasam bu yerda 100 dollar deb oldi. 10 ming dollarni men hozir to'g'rilab qo'yaman. May yani 1000 dollardan ajratish kerak. Mana to'g'rilab qo'ydim, ya'ni bitta joyda xato ketgan ekan. Va portfolio balance 10 ming dollar va allocate 1000 dollardan ajratish. Mana 1000 dollardan ajratganda 89 sentdan 1190 ta aksiya olinar ekan. 354 dollarda 280. Mana bu usul standart metod hisoblanadi. Doimo sizlar amal qilinglar. Portfellar qancha summa bo'lishidan qat'iy nazar, demomi, realmi, doimo pozitsion savdo bilan shug'ullanishga harakat qilinglar. Pozitsion savdo bilan shu paytgacha shug'ullanayotgan bo'lsam, mana hozirga kelib turib 18 kundan beri o'zim rekordimni yangiladim. 18 kundan beri biron marta ziyonga yopgan savdo kunim bo'lmadi. Inshaalloh 30 kunlik urib turib, dunyo rekordini Amerika fond bozorida ketma-ket 30 kunda foydaga yopgan birorta treyder bo'lmagan. Men buni statistikasi ko'rib chiqaman. 30 kunda umuman minussiz savdolarni qilmoqchiman. Hozir 18-kun keldi. Mana 12 ta savdo kuni qoldi. Mana shu usuldan foydalanganman, qadrli ishtirokchilar. Men sizlarga polniy bozorni sirlarini gapirib bermoqdaman ushbu mini kurslarimizda. Pozitsion savdoning foydalari haqida gaplashib o'tamiz. Riskni kamaytirasiz va stabil daromadga. Stabil degani doimiy foydada yurish ehtimolingiz bo'ladi.
ko'proq savdo imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bitta aksiyaga pulni kiritib 9 ta aksiyasi qolib ketmaydi, balki hamma aksiyalaringizga pul teng taqsimlanadi va albatta portfelingizni diversifikatsiya qilgan bo'lasiz, qadrdon ishonch. Bu pozitsion savdoning misoli edi. Endi sizlar bilan risk menejment haqida gapirib bersam. Bozorning eng asosiy qoidasi, eslab qo'yinglar, bu kurslardagi asosiy bitta dona qoida bor, pul yo'qotmaslik. Ya'ni bozorning eng asosiy pul yo'qotmaslik, ikkinchi qoidasi esa daromad ko'rish. Ya'ni agar siz hech qachon pul yo'qotmasangiz, daromadingiz o'z joyida qolgan sayin ko'payib boradi. Bir kun minus qilgan kuningiz ertasi kuni uni tiklashga keyin foyda qilish ketadi. Ya'ni bir kun zararingiz 2 kun kuningizni olib tashlaydi. Shu sababli ham men hamma shogirdlarimga, necha minglab shogirdlarim bo'lsa aytaman, iltimos bozorda hech qachon pul yo'qotmanglar va pul yo'qotmaslik sirini o'rganinglar deyman. Pul yo'qotmaslik uchun esa albatta risk boshqaruviga ega bo'lishingiz kerak. Risk boshqaruvi nima degani? O'sha pozitsiyaga kirishdan oldin qaysi narxda chiqib ketishingiz, mabodo g'oya ishlamaganda esa qancha ziyon bilan chiqib ketishingizni oldindan belgilanishingiz kerak va 10 ta aksiya olgan bo'lsangiz, mana pozitsion savdo bo'yicha 10 tani oldingizmi, shunaqa riskka allocate qilishingiz kerakki, ya'ni risk bilan keladigan foydani qilishingiz kerakki, ertasiga bozor ochilganda ushbu portfelingiz hech qachon minusda ochilmashi kerak. Shunday savdolarni qilgan insongina bu bozorda davomiy ravishda rekordlarni yangilab turib, dunyodagi eng kuchli va insonlar bilan ishlaydigan trader bo'ladi. Buning uchun esa albatta take profit va stop loss degan tushunchalar ishlatiladi. Take profit nima ekan? Brokerlarda foydani olishga beradigan buyruq bu take profit deyiladi. Stop loss esa potensial zararda yopish ko'rsatishini belgilash kerak. Biz doimo 1 ga 3 nisbatda ishlaymiz. Ya'ni bozordan 5% foyda olmoqchi bo'lsak, stop lossimizni doimo 1,5-2%, maksimum 2% ga qo'yamiz va mabodo 2% ga tushadigan bo'lsa, bo'ldi, bu bozor bizdan qachonki biz olishni biladigan bo'lsak, berishni ham bilishimiz kerak bozorda, zararimizni olib chiqadi. Lekin qolgan 10 ta aksiyamizdan 7 ta trader 70% strategiyasi bo'lsa, 7 tasi foydali yopiladigan bo'lsa, ana bu 3 tani ziyoni 2 ta savdo bilan qoplanib ketib, qolgan 5 ta aksiyamiz doimo bizga portfelimizni plyusda ushlab turishga yordam beradi, qadrdonlar. Mana shu risk menejmentining qoidasi hisoblanadi.